Assalomu alaykum haydovchi bolajon YouTube kanalini kuzatuvchi azizlar. Bugun yana video obzorimizda ikkita bir xil razmerdagi bolalar mashinasini video kontent obzor qilamiz. Bundan boshqa mashinalarimizni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi poisk tugmasini bosib turib, haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozsangiz kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanalimizda 100 dan oshiq har xil turdagi mashinalarni, bir kishilik, ikki kishilik mashinalarni narxlar bilan yozib qo'yganmiz. O'zingizga ma'qul kelganini videolari bilan to'liq ma'lumotlarni ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mashinalarning xususiyatlarini tushuntirishdan oldin ikkita mashinani ham bilasizlar, juda ham mashhur mashinalar. Ko'rinishlari ham juda chiroyli chiqqan. Range Rover Autobiography va BMW yoki BMW X7. Mashinalarimiz razmeri bir xil chiqadi. Uzunligi 1,35 m, enligi 72 cm chiqadi. Ikkita 3 yoshli bolalarga mo'ljallangan. Birinchi BMW dan boshlasak, ikkalasini biroz xususiyatlari farq qiladi. Og'irlik ko'tarishlari bir xil. BMW ham, Range Rover Autobiography ham demak 50-55 kg atrofida yuk ko'taradi. Oldi chiroqlarini ko'rasizlar. Glavniy svetlari juda chiroyli ko'rinishda yonadi. Oldi oblisovkalarni ham ko'rasizlar. Bu yoq tarafida chiroqlari ham yonib turadi. Nikkel aralash plastmassadan qilingan. Plastmassasi ham bu yog'i qora rangda. Mashinamizda qizil, qora ranglari bor. Balonlarga keladigan bo'lsa, yumshoq rezina balon bo'ladi. Ustiga diska taqilgan. 4 ta balonning orqa tarafida motorlari ham joylashgan. Bo'tlari ham nikkel sifat plastmassadan yasalgan. Juda chiroyli chiqqan mashina. Orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, BMW emblemlarni yopishtirib berganmiz. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Ikkita tarafdan gul shtuklarigacha juda chiroyli ko'rinishda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Ikkita tarafdan eshiklari ham ochiladi. Mashinamiz to'liq zaryadda taxminan 1,5 soat atrofida yuradi. Ichki salonda ikkita qora rangdagi yumshoq eko koja mavjud. Alohida sideniyaga ega. Pult va pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Rul chap tarafda joylashgan. Signal MP3lari. Demak, rul o'zida ham bor. Bundan tashqari tablo orqali ham nazorat qilsangiz bo'ladi. Chiroqlarni o'chirib yoqadigan knopkalari, oldi-orqaga yuradigan knopkalar va boshqa barcha knopkalarni shu joydan topsangiz bo'ladi. Tablolar tepadan yonib turadi. Bitta bola yonida o'tirib turib, chap tarafda o'tirib haydasa bo'ladi. O'ng tarafdagi bola yonda kuzatib ketadi, passajir bo'ladi. Eshiklarni ham ko'ryapsizlar, yon tarafga ochiladi. Mashinamiz aytib o'tganimizdek ikkita bolalarga mo'ljallangan. 55 kg atrofida yuk ko'tara oladi. 12 voltli akkumulyatorga ega. Bitta to'liq zaryadkada 1,5 soat atrofida yurishi mumkin. Mashinamizni oldlariga nomerlarni yopishtirib bersak bo'ladi. Ko'rinishini ko'rasizlar, juda chiroyli chiqqan. Keyingi mashinamiz Range Rover Autobiography. Bu mashinamizni ham narxi ikkalasi bir xil chiqadi. Narxlari $295 dan. Lekin buni sal xususiyatlari ko'proq. Range Rover demak razmeri bir xil. Aytib o'tganimizdek 1,35 m, enligi bo'lsa 72 cm. Oldi oblisovkadagi chiroqlari ham yonib turadi. Asosiy ikkita glavniy farasi yonib turadi. Undan tashqari pоворотник chiroqlari ham bor, ko'rsangiz bo'ladi. Pоворотник chiroqlarini ham alohida ichki o'zini funksiyasi bor. Shu orqali yoqsa bo'ladi. Buni ham ko'rsatamiz. Orqa tarafini ham ko'ringlar. Orqa tarafdan ham chiroqlari, glavniy faralari, pоворотник chiroqlari yonib turadi. Orqasiga ham juda yaxshi e'tibor berilgan mashina. Xuddi shunaqa xususiyatga ega. Faqat salonni ko'radigan bo'lsangiz, salonda yana chiroq qo'shimcha ishlatilgan. Eshiklarga qo'shimcha chiroq ishlatilgan. Oldi orqa chiroqlari yonishidan tashqari pоворотник chiroqlari ham yonib turadi. Mana pоворотник uchun ikkita tarafdan plastmassa chiqarilgan. Ko'rasizlar, o'ng tarafini ham yoqib qo'ysak bo'ladi. Eshiklari ham ikkita tarafdan ochiladi. Razmer jihatdan ikkalasi bir xil, faqat brend boshqa. BMW X7 va Range Rover Autobiography. Bu ham tablolari xuddi shunaqa ko'rinishda. Tepadagi chiroqlari yonib turadi. Chap tarafda rul joylashgan, ikkita bola sig'adi. 50-55 kg atrofida ko'taradi. Gaz pedal o'rtada joylashgan va undan tashqari ikkalasini ham pult va pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Birinchi Range Rover'ni boshqarib ko'ramiz, keyin BMW X7. Mashinamizda pultiga qaraydigan bo'lsak, pulti shunaqa ko'rinishda bo'ladi. S tugmasi bor. S tugmasi 1 tezlik, 2 tezlik va 3 tezlikgacha tezlanishi mumkin.
bir tezlikda sizlarga chetroqdan haydab ko'rsatamiz. 2-3 tezlikga olishimizni ham aytib o'tamiz. Demak, birinchisi bir tezlikda yuramiz. Ko'rasiz, sekin yuradi bir tezlikda. Hozir oldiga qarab yuramiz. Bir tezlikdan yurayotgan vaqtda 2 va 3 tezlikgacha qo'shib boramiz. Bir tezlikda ketyapti, 2 tezlikga oldik, 3 tezlikga oldik. Mashinamizning tashqari, demak, kachaylar qismi ham bor. Bu yerdan kachayli qilsa bo'ladi. 4 ta motordan tashqari kachayli uchun alohida motor va oldi rul boshqarish uchun pult orqali alohida motor qo'yilgan. Umumiy 6 ta motor bor. 4 ta balonda bitta kachayli uchun, bitta rul uchun motor ishlatilgan. Mashinani shunaqa qo'yib o'chirib qo'ysak bo'ladi. BMW X7 mizni ham pulti sal boshqacharoq chiqadi. Buni ham 3 ta S tugmali bo'ladi. Birinchi S tugmada boshqarib ko'ramiz. Ikkalasini ham tezligi bir xil tezlikda bo'ladi. Demak, oldinga o'tib ko'ramiz. Tezlashamiz. Yana tezlashamiz. Mashinamizni ko'rdinglar, ikkalasi ham juda chiroyli chiqqan. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, kommentariyaga Range Rover yoki BMW deb yozib ketinglar. Mashinalarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Bizani haydovchi bolajon Telegram kanali orqali ham kuzatsanglar bo'ladi. Shu yozuvni haydovchi bolajon degan yozuvni orasini o'zmasdan yozasizlar. Kanalimiz Telegramdan chiqib keladi. Shu orqali boshqa mashinalarimizni ham narxlarini ko'rsanglar bo'ladi.